misolimizda aytyapti. 1/5 ning darajasida nima? X minus 4 ning darajasida x minus 16. Kichkina nol. Xo'p. Endi bu misolimizda diqqat qiling. Bu yerda endi ko'paytma ketdi. Agar ko'paytmada mana bu yerda tenglik belgisi yo'q bo'lganda, nima? Tengsizlik emas, tenglik bo'lganda edi. Mana buni. Qanday ishlardik? Har birini 0 ga tenglab ishlardik, to'g'rimi? Lekin bu yerda tenglik emas, nima ekan? Tengsizlik ekan. Tushundingizmi? Bu qanaqa ishlanadi sizda? Mana buni ham qo'limizdan kelgancha asosini birdan katta qilib olamiz. Tushundingizmi? Qo'limizdan keladimi asosini birdan katta qilish? Qanaqa bo'ladi bunday qilishtiramiz? 5 ning darajasida nima bo'lib qoladi? Minus x. Minus 5 darajasida 1. Asosi bir xil va birdan katta. Bunisiga o'tamiz. 4 ning darajasida x edi. Ayru 4 ning darajasida 2. Ya'ni o'sha qoida asosi bir xil va birdan katta. Shu ko'rinishni keltirdik-ku. Asos birdan katta bo'lsa, ya'ni asos darli endi katta birdan. Farqi yo'q bitta asosmi, ikkita asosmi. Ya'ni bunda bir xil, bunda bir xil, yana bittasida bir xil, u yerda 10 ta qaus bor. Asosiysi qaus ichida bir xil bo'lsa bo'ldi. Tushundingizmi? Qaus ichida bir xil bo'lsa degan nima? 5 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, bo'laversin. Asosiysi qaus ichida 5, qaus ichida 4. Tushundingizmi? Xo'p, bir xil bo'lsa va asos va birdan katta bo'lsa, bu o'suvchi degani. Va asosdan tashlab olsak bo'ladi. Nima bo'ldi bunda? Minus x minus 1 x minus 2. Kichkina? Mana bu yerda nostandartga kelib qoldi. Nima qilamiz? Minus chiqadi. Aha, x nima bo'ladi? Plus 1 x minus 2. Ishora o'zgaradi. Sanoqga qo'ysak, minus 1 va 2 bo'yalmaydi. Orasi chekkasi? Chekkasi. Qachon orasi bo'ladi? Kichik bo'lgan. Bundan kichik bo'lgan. Shunda x tegishli nima bo'ladi? Minus 2dan cheksizlikgacha. Tushundingizmi? Xo'p, tekshirib ko'ringchi, to'g'ri ekanmi? To'g'ri? Davom etamiz. Xo'p, keyingi misolimizga o'tamiz. 60-chi? To'g'ri. 64-chi misolimiz 6 ning darajasida x minus 216 taqsim 5 ning darajasida x plus 25. Bu katta noldan. Xuddi hozirgi holatda bitta o'ylab ko'raylik. Agar mana shu yerda tengsizlik emas, tenglik bo'lganda nima qilardik? Tepani alohida, pastni alohida. Tepani 0 ga teng, pastni 0 ga teng emas, to'g'ri? Bundan nima qilamiz? Qarang. 216 ni 6 ning darajasi bilan yoza olamizmi? Yoza olamiz. 6 ning nimasi? Kubi. Mana bu yerda 25 ni 5 ning darajasi bilan yoza olamiz. Lekin mana shuni shunchaki o'zini tashlab olarkanmiz. Nega desangiz, o'zi 5 ning darajasida x, ya'ni 5 ning har qanday darajasi 0 dan katta. Uni ikkala tarafiga 25 ni qo'shsam ham baribir 0 dan kattalikcha turaveradi. Hech qachon 0 bo'lmaydi, hech qachon manfiy bo'lmaydi. Uni tashlab olsak bo'ladi. Ahamiyatsiz bo'ladi. Tengsizlikka aloqasi yo'q bo'ladi. Nima qoldi faqat? 6 ning darajasida x minus 6 ning darajasida 3 katta 6 larni ishora o'zgarmaydi. Nima uchun? O'suvchi, ya'ni birdan katta. X minus 3 katta 0 dan, x katta 3 dan. X tegishli 3 dan cheksizlikgacha. Qanday tekshirib olyapsan? İkinci cevap var yine. İkinci cevap bor ekan. Qanday? Cheksizlikgacha. Nechidan? 60 tane. 63 bor. 66. 66-sida x plus 4, x minus 3, 10 ning darajasida x minus 100. Bu katta yoki teng nollar. Tengsizlikka yechinglar. Xo'p. Demak, e'tibor beramiz. Bu o'zi tengsizlik emas, tenglik bo'lsa-chi? Nima qiladi? Har birini 0 ga tenglashtiradi, to'g'rimi? Xo'p, endi tengsizlik bo'lsa-yu, mana bunisi yo'q bo'lsa qanaqa ishlardik?
Nollarni topib sanoqqa qo'yardik, to'g'rimi? Lekin mana bu nima qilyapti bu yerda? Xalaqit beryapti. Nimasi bilan xalaqit beryapti? Bular chiziqli tengsizlik, mana bu ko'rsatkichli bo'lib qolyapti. Ko'rsatkichlikni biz to'g'rilasak bo'lar ekan. Qanday? Mana bu 10 ning darajasi x-ku. 100 dan nima yozamiz? 10 ning kvadrati. 10 lar birdan katta-ku. Tashlab olsak tengsizlik belgisi nima bo'lib qoldi? Kattaga keting. Sanoqqa qo'ysak, bo'yaladi ekan. Hammasi bo'yaladimi? Hammasi bo'yaladi. Tosh o'tsak, plus minus. Nodan katta bo'lsa, minus 4dan 2gacha, birlashma 3dan cheksizlikgacha. Tushunarli? Qolganmi? Xo'sh, davom etamiz. 66 dan keyin 68. Xo'p, demak, yana shu narsa e'tibor bering. Mana bu yerda mexanizmni uchun tashlab oldim. Ha, doim musbat bo'lib qoladi, nol ham manfiy ham bo'lmaydi. Qaysi qo'shiluvchi? Bu, ko'paytiruvchi. Birinchisi, ya'ni plusligini tashlab olsak bo'lar ekan, doim musbat bo'ladi. Qoldi nima? 2 ning darajasida x minus 8, x kvadrat minus 16. Katta 0. Endi tasavvur qiling, mana bu yo'l bo'lsa, qanday ishlardik? Ha, ya'ni x minus 4, x plus 4. Keyin sanoqqa qo'yadi. Lekin bu xalaqit beryapti, nimasi bilan? Noma'lum soat asosida emas, darajada. Darajadan asosga tushirib olsak bo'ladi. Qanaqa qilib? 8 ni o'chirganda 2 larni ishora o'zgarmaydi. Nima uchun? Chunki birdan katta. X minus 3 x kvadrat minus 16 edi-ku. Buni ham 4 ning kvadrati deyman. X minus 4 x plus 4 katta 0. Sanoqqa qo'yamiz. Minus 4 3 4. Hammasi bo'yalmasdan turadi. Tosh o'tamiz. Plus minus bizga kerak? Plusligi qayergacha? Minus 4dan 3gacha. Qanday? Xo'p, davom etamiz. 68 ni 69 da kimdir so'raganmidi? Ko'rib ketamiz, ha? Xo'p, 70 o'rniga 69 ni qo'yamiz. Aytyapti, 49 minus 7 ning darajasida x, 2 ning darajasida x plus 16, 3 ning darajasida minus x minus 27, 5 ning darajasida x minus 625. Katta o'tgan bo'ladi. Birinchi, mana bu qoida bo'yicha qaysini tashlab olamiz? 2x plus 16 nima uchun? 2 ning har qanday darajasi o'zi musbat songa 16 ni qo'shsak yana ham musbat. Shuning uchun xo'p, 49 nima deb yozamiz? Minus x taqsim qavsar qilsak bo'ladi. 3 ning darajasida minus x minus 3 ning kubi. 5 ning darajasida x minus 5 ning to'rtinchisi. Katta yo'lga teng. Asosiy hammasi e'tibor bering nima? Bir xilmi? O'zaro bir xil va birdan katta. Tashlab olsak ishora 2 minus x bu minus x minus 3 x minus 4. Katta yo'lga teng nima? Mana bu yerdan minusni chiqarsam x plus 3 bo'lib qoladi. X minus 4. O'sha chiqarilgan minus bor qoldi. Ikkinchi tarafni o'tkazishga shoshilmaydi. Mana buni o'rnalashtirsam x minus 2 bo'ladi, oldida minus bo'ladimi? Ikkita minus plus bo'lib ketadi. Shu katta yo'lga teng. Sanoqqa qo'yamiz. Minus 3 2 va 4.
Hop, bu bo'yalmaydi, minus 3. Bo'yalmaydi, 2. Bo'yaladi. Qo'shtiramiz. Plus, minus, noldan katta bo'lsa, plus degi. Demak, minus 3dan 2gacha, 4dan cheksizlikgacha. Tushundingizmi? Anladingmi? Endi tengsizlikning o'sha irratsional tengsizlik, ko'rsatuvchi tengsizliklarimizning yangi qismi. 71 dan 80 gacha qismi. Hop, 72-misolimiz. Aytyaptiki, 9 ning darajasida x minus 10 ko'paytirib 3 ning darajasida x plus 9 kichkina 0 da. Bu misolda ko'rsatuvchi tenglamalarni istaymiz. Agar mana bu yerda tengsizlik belgisi tenglik bo'lganda nima qilardik? Kimingizda bor? Bu chek kvadrat bo'lardi. Ha, 3 ning darajasida x ni a dedik. 9 ning darajasida x ni a kvadrat dedik. Xuddi shu ish tengsizlik bo'lsa ham bo'ladi. Tushunaymi? Xo'p, o'rnoniga qo'yib chiqsak. 10 a plus 9 kichik ko'paytuvchilarga ajratamiz. A minus 9 a minus 1 to'g'ri? Kichik 0 dan. Endi nima qilamiz? Qarang, soniqliga qo'ymas ekanmiz, nima qilamiz? A ni o'rniga sonni qaytarib qo'yamiz. Xo'p, a o'rniga demak 3 ning darajasida x minus 9, 3 ning darajasida x kichkina 0 dan. 9 ni yozamiz 3 ning, 1 ni yozamiz 3 ning 0-darajasi. Asoslari bir xil 3 va birdan katta. Bu deganimiz 3 funksiya. Asoslar tashlaveramiz. X minus 3, x minus 0. Buni shunchaki x desam bo'ladi? Ha, x minus 2. Bu kichik 0 dan. 0lar 12. 12. Soniqga qo'ysak 0 va 2. Bo'yalmaydi. Qorasiz. Demak, javob 0 dan 2 gacha. Tushundingizmi? Yaxshi, buni o'chiramiz. To'g'ri?